Doktor, o't pufagimda toshlarim bor. Toshlarni o'zini olasizmi yoki o't pufagim bilan olib tashlaysizmi? Demak, o't pufagida dastlabki operatsiyalar 19-asrning oxirlarida boshlangan. Aniqrog'i 1882-yilda birinchi marta o't pufagi olib tashlangan. O'sha paytlarda dastlabki davrlarda o't pufagini emas, uning ichidagi toshlarni olishga ham harakatlar bo'lgan. O't pufagidagi toshlarni olganimiz bilan oradan ma'lum vaqtlar o'tib, yana qaytadan tosh paydo bo'lavergan. Shuning uchun hozirgi davrda butun dunyoda agar o't pufagida tosh bo'ladigan bo'lsa, ya'ni toshli xolisit bo'ladigan bo'lsa, o'sha toshlar o't pufagi bilan birga olib tashlanadi. Hozirgi davrda o't pufagidagi toshlar, ya'ni o't pufagini olib tashlash operatsiyasi laparoskopik usulda bajarilmoqda. Bu operatsiya ochiq usulga qaraganda ancha xavfsiz. Operatsiyadan keyingi reabilitatsiya davri qisqa va tez bo'ladi. Odam o'zining oldingi ish faoliyatiga, oldingi hayot tarziga tezroq muddatlarda qaytadi. Demak, bizning maslahatimiz, agar o't pufagida tosh bo'ladigan bo'lsa, xurujgacha olib borish kerak emas. Sovuq davrda xurujdan oldin operatsiyani qildirgan ma'qul. Bunda operatsiyani qilish jarroh oson kechsa, operatsiyani o'tkazish bemor uchun ancha oson, qulay bo'ladi. O'zingizga va sog'lig'ingizga befarq bo'lmaysiz.